Endilikda siz 120 million so'mgacha bo'lgan miqdorda past foizli kreditlarni olishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 691-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq mahalla yettiligining tavsiyasiga asosan uy-joy qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash maqsadida past foizli kreditlarni ajratilishi belgilab qo'yilgan. Ushbu nizomga muvofiq siz mahalla yettiligining tavsiyasiga asosan uy-joy qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun 120 million so'mgacha bo'lgan miqdorda 20 yil muddatga imtiyozli kreditlarni olishingiz mumkinligi belgilangan va ushbu kreditlarni olish 18 yoshga to'lgan va 60 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ajratilishi nazarda tutilgan va ushbu kreditlar ajratilishida ipoteka kreditining dastlabki badali uchun to'lanadigan 15% summa va foizlarning bir qismi davlat tomonidan 5 yil muddatda 12% dan oshmagan miqdorda subsidiya asosida to'lab berilishi nazarda tutilgan. Ushbu imtiyozli kreditlarni olish masalasi bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz va to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.